parlament vazirlarni nomzodini ko'radi, mahalliy deputatlar hokimlar nomzodini ko'radi. Mana shu nomzodlar lavozimga ko'rayotgan paytda o'zini korrupsiyaga qarshi o'zini rejasini taqdim qilsin endi degan taklif ilgari surdilar. Qonunga kirityapti. Assalomu alaykum hurmatli fraksiyadoshlar. Kun tartibimizda bir qancha muhim masalalar bor. Qonun loyihalarini ko'rib chiqishimiz kerak. Hurmatli deputatlar, Davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun, mazkur qonun Senatda 2025-yil 20-avgustdagi qarori bilan rad etildi va kelishuv komissiyasini tuzish uchun bizga yuborilgan edi. Qo'mitasi xulosa chiqaryapti. Senat yig'ilib, o'sha shu qo'mitani qarorini asos qilib bizlarga qonunni qaytaryapti. Qanchalik to'g'ri? Qo'mita prinsipial talab qilish kerak edi fraksiyani oldiga olib chiqishdan oldin. Qo'mitani o'zi agar o'zini mehnatiga prinsipial baho bera olmasa, biz ular uchun tortishimizni nima ma'nosi bor? Masala chiqqandan keyin muhokama qilayotgan paytida bu masala chiqishi mumkin. Shu jarayonda bu qonun loyihasining normasi qanday harakat bo'ladi? Jamoatchilik muhokamasiga tushgan shaxs videoga olib tarqatdi deb murojaat qilib mana shuni asos qilishi mumkinmi? Qonun shunda qanday ishlaydi? Yopiq ma'lumot tarqatilyapti. Menda qasd ham yo'q, xohish ham yo'q. Men qilmagan ham men u narsani, lekin uchinchi tomon men apparatdan foydalanib qo'ygan. Ma'muriyga tortilishi uchun shaxsga qasd bo'lishi kerak. Siz aytayotgan kesa sizda qasd yo'q, siz xabaringiz ham yo'q, siz buni istamagansiz. Bu yerda siz ma'muriy huquqbuzarlikda jazolanuvchi subyekt bo'la olmaysiz. Bugun bolalarga zo'ravonlik, ayollarga zo'ravonlik yoki ta'lim muassasalaridagi zo'ravonliklarni videokamera orqali jamoatchilikka berilyapti va bu muhokamalarga sabab bo'lganini ortidan tekshiruv qilyapmizda. Video mahsulotlar bor-ku, kimnidir sirini ochish bo'lmasligi kerak-da maqsad. Agar jinoyat bo'lsa, haq huquq buzilishi bo'ladigan bo'lsa, tegishli organlarga manba sifatida bering. Manba sifatida ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib kimnidir obro'sizlantirish uchun emas. Holatda sizlarni mana nooshkora video etilayotgandek olinishi degan jarayon odamlarni shu yerda dalillarni yig'ilishiga bir nima deydi, salbiy ta'sir qilib qo'ymaydimi? Aytsammi, aytmasammi deb turdim. Faqatgina mana shuni ijrosida juda katta bir muammo bor deydi. Uning uchun boshqatdan nima deydi? Birinchi kodeks bilan mulk to'g'risidagi qonunni o'zgartirib kelsa, mana shu yerda yozilgan ekan, shuning uchun qo'shamiz deyish mumkin.